Dünyada insan üçün vatan en kıymetlik ve en kadirliktir. Çünkü her kandak bir insan yurtsız, vatansiz yaratılgan emas. İnsan öz hayatidagi nurgun işlarni unutib ketalishi mumkin. Lekin nada o'sib, nada cho'ng bo'lganligini mangu unutib ketolmaydi. Vatan deb atalgan shu yigona, go'zal tuproqda o'sgan har bir tal giyohning, yashagan har bir jonivorning, har bir narsaning shu inson qalbiga o'rnashgan o'chmas va o'lmas xotirasi bo'ladi. İnsanlarning o'z vataniga bo'lgan muhabbati va sevgisi yuksakdir va ulug'dir. Lekin bu xil vatanparvarlik ruh, quruq, dabdabilik oliy ehtirom emas, balki dono aql faoliyatidir. Qadrli ko'rma do'stlar, bu sam programmamizda biz yozuvchi Ahad Turdining Sarson ruh nomli romani ustida suhbatlashishni loyiq topdik. Men program riyosatchisi Kurash Barat. Programmamizga ikki aziz mehmon qadam tashrif qildi. Men ikki aziz mehmonni ko'rma do'stlar tanishtirib o'tay. Ahad Turdi, davlatlik birinchi darajalik yozuvchi. Onun yakchashma muzlagan yurak qatorliq hikoya povestlar to'plami. Davr sadasi nomli maqolalar to'plami. Unutilgan kishilar, hayot shundoq, sarson ruh, baxtsiz sayriya, yiroq qolgan muhabbat, qabohat qatorliq romanlar bo'lib, 10 tomliq asarlar to'plami nashr qilingan. Muhammad Po'lat, tadqiqotchi, adabiy tanqidchi. Onun yaxshiroq yozayli, qisqaroq yozayli. Uyg'ur adabiyotida proza, kitobxonlik ta'sirotlari, adabiyot va davr. Uyg'ur adabiyot haqida muhokama, hanzucha. Adabiyot, shilliq va go'zallik zemini. Realligimizning kichiklitilgan badiiy surati. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyot haqida muhokama qatorliq asarlar nashr qilingan. İnsan qalbidagi vatan muhabbati o'z atrofidagi qarindoshlari. O'zing cho'ng bo'lgan ash shahar, ashu sahroga, onun bağrıdaki azim tağ deryalarga, yap yeşil bostallarga, qisqasi her siyasi, her cümlenin tupraqı ve her uçun suyugu bo'lgan muhabbet olur. Bu bayşat qilmish ularni yanna qanoat hosil qildimi? Vatanparvarlik ulug'lash, vatan bo'lgan xod. Sevim ishi. Ahad Turdika endi sizningki Sarson ruh nomli mush romaningizda muajirat turayotgan vatandoshlarning vatanga bo'lgan o'tliq sevinishi, ularning o'tliq muhabbati, shundaqla el yurtninki, tuproqninki go'zal hidi turib turdi ekan. Cho'qim ma'lum bir yozuv, ma'lum bir asarni vujudga chiqarishda muayyan maqsad muddasi bo'ladi. Endi siz qachon, qanday tarixiy sharoitda mush romanni yozishni o'ylab qolgandingiz? 1991-yili men taklifga binoan Saudiya Arabistoniga haj faoliyatiga bordim. Haj faoliyati tamom bo'lgandan keyin Makkada, Madinada, Jiddada o'tiraqlashib qolgan Uyg'urlarning odati bo'yicha haj faoliyatiga borgan yurtdoshlarni, tanish-bilishlarni uyga chaqirish, o'zaro pat o'qish, o'zaro mehmondorchilik qilish boshlanib ketdi. Men shu munosabat bilan Arabistonda muhojirat turayotgan nurg'un vatandoshlar bilan uchrashdim. Nurg'unlarla hamdastlik bo'ldim, ham suhbat bo'ldim. Mening bilishimcha Arabistonda yashayotgan mush Uyg'ur qarindoshlar hammasi degidek boy savdogarlar, davlat atlagan tijoratchilar, hatto bolalarni chet ellarda o'qitayotgan shunday sharoitga moddiy jihatda to'yingan odamlar. Gel şundak bolsun mu? Lekin bularning gap so'zlaridan, hissiyotidan qandaqdir bir xil g'ariblik, miskinlik chiqib turadi. Men ashundaq his qildim. Bu g'ariblik, bu miskinlik o'zining vatandan ayrilganlikdan iborat, mushundaq bir ruhiy azobdan kelib chiqqan. Bu moddiy hayot, bu boyshat turmush ularni yanada qanoat hosil qildimi? Ularning qalbining cho'nqir yerida yanala öz yurtiga bo'lgan, öz makoniga bo'lgan, öz vataniga bo'lgan bir o'chmas muhabbat, bir muqaddas tuyg'u yanada hukmron o'rnida yashayotgan. Men anqacha bu faoliyatni tugatib qaytib keldim vatanimga. Qaytib kelgandan keyin turib da bir mazgil o'tgandan keyin mushu narsa mening kallamda nihoyat bir jonlanishga boshladi. Bir ijodiy hayajon bilan ikkinchi qidim 1995-yili qish vaqtida, ya'ni 2-oyda men Saudiya Arabistoniga kitob yozish muddaosida
turmuş o'rganish uchun savdosi bor. Ki men berib bu turmush o'rganish jarayonida mutlaq ko'p sondagi xalq haj uchun chiqib, shu haj faoliyatini tugatib qaytib kirgicha yo'l taqilib qolganlik sababidan amalsiz qolib qolganligi his qildi. Amalsiz qolib qolganlarni mushu yerda yashash, mishada o'tiraqlashib qilish, mishada turmush ko'chirish, tirikchilik qilish uchun beshidan nurg'un qismatlarni o'tkazgan. Nurg'un ochiq taqdirlarga duch kelgan. Hatto bular vatansizlikning dardini ko'p tortgan, xo'rlangan. Shu bilan bu jarayonda mening mushundaq bir asar yechib tutish qilganimning mayt o'zim bir xosiyatli ish qildim-a. Haqiqatan men hech bo'lmasa mush odamlarning ko'ngildagi bir gapni o'zining yurkida aytolmayotgan bir gaplarni men mush orqali aytib beraylik ekanman deb bu asarga bo'lgan o'zimniki ijodiy hayotinim qiziqishim taxmin kuchaydi. Tanlangan detallar bo'lsin, vaqalikni o'rnatishtirishi bo'lsin. U niyalik Uyg'urlar o'qisa, ular so'ylanadigan muatif qarindoshlar o'qisa, ular hayajonlanadigan bir koordinatsiya bo'libdi. Endi Muhammad Bulat aka, siz mushu Sarsanroq romanininki tematik ideyasi, yozuvchininki mushu yetmoqchi bo'lgan badiiy g'oyasi to'g'risida to'xtalib qolgan bo'lsangiz. Sarsanroq romanining tematik mazmuni endi inson ma'naviyati va axloqida eng oddiy, lekin eng buyuk ma'naviy mazmun bo'lgan vatanparvarlikni ulug'lash, vatanparvarlikni gavdalantirish endi. O'tmish muhojiratda yashab kelgan bir to'p qarindoshlarimizning qalbida hozirgacha pok saqlanib kelgan vatanga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan sadoqat tuyg'usini gavdalantirish. Texim indig'roq esaq hayotda yashayotgan har qanday bir shaxs taqdirining hayot g'oyasi bilan baxt intilishining vatanning taqdiri bilan birligini gavdalantirish orqali davrimiz kishilarining vatanparvarlik hissiyatini texim beytish va texim uni ilhomlantirish. Menimcha asar o'zining badiiy alohidaligi bilan mushu maqsad yetgan. Endi unda olganda shu badiiyligi bilan degan vaqtingizni qaysi tarafdan ko'z tutganlar bo'ladi? Birinchisi mening endi ko'z tutganim vaqalar yo'nalishining izchilligi. Ikkinchisi ziddiyatlar to'qinishining o'tkirligi. Bu personaj jon beg'ishlaydigan asos omil endi bu. Masalan, qaysi qismi eng o'tkir? Masalan, o'tkirligi ma'naviy tarafdan, maqsad, orzu tarafdan mutlaq kelishtirilib bo'lmaydigan ikki dunyoning ildishi. Ikki dunyoning ildishi endi. Mushu romanda mushu tuyg'u bor. Uchinchisi endi personajlar xarakterining aniq xosligi va ro'shanligi. Romanda personajlar nayjiq, lekin hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi. Xoslik ega. Xarakter nayt ro'shan. Bu ma'naviy dunyosi o'zining harakat, fikr, til, munosabatlarda nayt aniq aks etib turdi. Ammo bu tarafdan qarab, men shu uch omilni endi asarning badiiy alohidligini, badiiy muhabbatini belgilaydigan omil deyman. Shu uch omil bo'lsa, asarning o'ziga xos badiiy ijodiy mazmun tabiiy oldi barliq keldi. Asarda men mushu ruh bor. Vatanparvarlik, vatanga bo'lgan sevgi, sadoqat, uning qayg'u va shodlikni o'rtaqlashish, o'z taqdirini uning taqdiri bilan bog'lash, vatanning sharifi, istiqboli, kelgusi uchun borliqni beg'ishlash yo'lida qilingan sharkatlarning natijasi ifodalanadi. Birinchi qismi dengiz tutashga yo'llarga, ikkinchi qismi quyosh so'yga. Taqdir qismatlarning ashunda bo'lganlik bilan munosabat. Bu yozuvchining badiiy g'oya maqsadiga vakillik qila oladi ekan. Unda bo'lsa, Ahad Turdika bu romandagi vaqalarning chetilish doirasi to'limi kengga. Personajlarimo bak ko'p ham xarakter jihatdan rangdorlik ekan hamda. Yuqorisi podshohning to'vini gadoygacha, o'g'ri qarag'icha, qimavozgacha tasvirlanibdi va ulardan keyin xarakter yaratilibdi. Hamda qarsak asar ikki qismga bo'linib yozilibdi. Birinchi qismi dengiz tutashga yo'llarga, ikkinchi qismi quyosh so'yga. Bu ikki qismniki mavzularimni ayt obrazi qo'yildi deb o'yladim. Endi yana qarasam romanda endi vaqalikninki liniya nuqtasiga qaragan vaqtimizda bir taq liniyalik ahvol asosiy salmoqligilaydigan romanning vaqaligida. Endi asarning qurilmasini nima ish qilishida o'rinlashtirib qoldingiz Xatordik? Endi bu taq sujetlik, taq liniyalik yozishning sababi meningki mushu asarda bayon qilgan, ifodalagan personajlarimning taqdir qismatlarining ashunda bo'lganligi bilan munosabatli. Masalan,
Atxondan iborat mush bir tijoratchi topgan tagini hajlab jutdagi bola chaqasini o'rinlashtirib 16 yoshli o'g'lini o'ziga hamroh qilib muqaddas haj safari uchun haj ishqida safarga otlanadi. Bular 1 yildan ortiq jafo mushaqqatli safarni beshni o'tkazib oxiri Saudiya Arabistoniga keladi. Demak, asarda mushu Atxondan iborat, Atxon va Akbardan iborat mush bir bosh personajning hayoti asos liniya bo'lg'achqa asarning boshdan oxir mushullarning taqdir qismati, mushullarning hayot yo'li bo'yicha taraqqi qilgan. Shuning uchun asarningki suyet liniyasida mushundaq bir toq liniyalik, toq yo'nalishlik yezishning sababi mush. Shundaq personajlarni yaratish va bularningki xarakteridagi o'zgachilikni aks ettirishninki nima zaruriyati bo'lib qoldi qatorda. Unda bo'lishi mushu Atxon bilan Akbardan iborat mushu bosh personaj o'zining mushu uzun bir yildan ortiq bo'lgan safar jarayonida bular nurg'un narsa yo'liqidi, nurg'un narsa uchirdi. Masalan, Arabistonga borgandan keyin yo'qsizlikning dardini tortdi, makansizlikning dardini tortdi. Ozroq pul tepevide boshqalarning ko'z qizirib bularni bosmoqchi bo'ldi. Mushta sharoitda bular oxir podshoh daf etish to'g'ri keldi. Mush bosh personajni atrofida o'rab turgan mush ishlar bo'lmasa ma'ning xarakterini, buni hayotini yoritib bo'lmaydi. Mush bosh liniyani oxirgi davomlashtirib bo'lmaydi, oxirgi yoritib bo'lmaydi. Endi mushu Elimshanning obrazi mening qalbimni biroz larziga soldi-chu. Bu nihoyatda xarakter bir xil o'zgacha bir xil rangdor, bir xil boshqa hech qanday personajga o'xshamaydigan bir tarzda yoritilibdi. Siz mushu avval pendida mushu personajni mushu asar o'ltirayotgan vaqtingizda o'zida azoblandingizmi? Albatta. Nimishqa desa, Elimshanni men mush asarda o'zim nihoyat muhabbat bilan qiziqish bilan, hayajon bilan tasvirlagan obraz, personaj. Birisi qimavazdan iborat mushta bir shaxsning nafratlik tarafi, ya'ni razil tarafi ko'rsatilsa, yana bir tarafda Elimshanninki nihoyat mardonlik. Elimshanning olijanobligi nima desa, jon uzish oldida 20 tillarni Atxonning oldiga qo'yib, Atxon aka, mushni sizga berdim, mush 20 tillarni siz haramdan hayot qaytib ketadisangiz, mening ashu Qashqardagi onamning qo'lida qolgan yetim qizimga shuningga topshirib beraman. Baba. Shunga endi mush obrazni men ish qilib bir odam tariqasida yaratdim deb o'zimni qanoat hosil qilaman. Muhammad Bulat aka, sizcha mush asarda mush Atxonning obrazi qanday yaratilgan? Men eng yaragan obrazning birisi men endi. Nayt turmushsiz va tabiiy. Endi bu romandagi o'rinda men qarasam, bu Atxonning o'zi o'sha turmushning qayniga qo'yilgan. Ziddiyatlar to'qinishning markaziga qo'yilib, endi buning anaqa obrazli qiymat kengaytirilgan. Buning munosabati, fikri, xiyoli, orzu, istiga hammasi o'ziga xos endi. Hech qanday odamga o'xshamaydi, boshqa birsga o'xshamaydi. Shunga bu mushu Atxon obrazi o'quvchi kutmagan darajada badiiy ta'sirga kuchga ega bo'lgan. Men endi shunday qo'yildim, axir bu mushu Atxon obrazida aks etgan umumiy ruh mush yozuvchining badiiy g'oyaviy maqsadiga vakillik qila oladi ekan. Menimcha mushu Atxon obrazining badiiy estetik qiymati mana mush edi. Undaqda Qatorda romani tasvirlangan o'rin, personajlar faoliyat etib boradigan makon muhitni keng chetildi ekanda. Qashqardan tortib Pokistongacha, Pokistonningki Gilgit, Rawalpindi, Peshawar, Karachigacha bo'lgan araliqda. Uningdan keyin mush Saudiya Arabistonidan Misrgacha bo'lgan mush keng rayonlarningki muhiti, mush personajlarningki faoliyat etib boradigan makoni buni atrofliq keng ta'sirlanib, bu mush makonni shunday bir jonliq yaratish uchun cho'qim shiyalarni tekshirish, yerning turmushlarini egilash, mushu turmushlarini o'rganish orqali endi yaqin bo'ladi ham bundaq. Ham shunday bo'lganda sizning mushu o'zingiz yozgan mush joylarni ko'rib, shu joylarda oz bo'lib bo'lsin yashab boqqan manda ahvollaringiz bor. Romanda tasvirlangan. Ham Qashqar meni o'zimning vujudi. Ham Qashqardan chiqib
Muş Toshqo'g'on orqali endi Toshqo'g'onga men borgan bilaman. Undan keyin men Pokistonda Rawalpindida bo'ldim, bir mezgil turdim. Ben o'rgandim. Karachi'da bo'ldim, Karachi'da turdim. Islamobod turdim. Saudiya Arabistonining Jidda, Madina, Makka, Toyib, Rayat qatorliq yerlarning hammasi o'z qadamim bilan besib, o'z ko'zim bilan ko'rib, asarda tasvirlangan personajlar yashagan shu muhitlarni chiqib asosan o'z beshimdan o'tkazdim, ko'rdimmi desammi bo'ladi. Lekin bu yerda yanalar men ko'rgan vaqtim bilan, men ko'rgan makon bilan, men tasvirlagan makon yana o vaqtcha o'xshamaydi. 50 yilda farq bor. Men yana nurg'un naslni shu vaqtda yashagan, shu makonda shu vaqtda yashagan odamlarningki hayotini o'rganish orqali his qildim. Asarning vaqasi yozilgan vaqtdagi arablarning hayoti, turmushi qandayligini men bularni o'rgandim. Misrga bormadim, ammo Misrning hayotini, Qoiraning turmush ahvolini asl o'rgandim. Eng muhimi Pokistondagi Lahor turmushi. Atxon Pokistondagi Lahor turmushi qabladi. Bu G'o'jimollaning suiqasdi bilan, chiqish bilan soqchilar buni qo'lga qilib Lahor turmushiga tashlaydi. Ammo qandoq qilib Lahor turmushni yozdim. Men Saudiyadan turmush o'rganib qaytib kelib, Rawalpindida Rabatga tushdim. Rabat deganimiz bizniki Dansaray degan gap hamda. Shu yetish jarayonida men bir Uyg'ur bilan bir paralashib qoldim. Bu Saudiyaga chiqqan Qashqarlik odam. Bunun bilan tonish jarayonida Aymışda Lahor turmushi yiqitmay ters chiqdim degan anglab qoldim. Shularni buni ko'lab, tafsil o'rgandim. Ayşe turmadagi Ayşe gundi paylarning hayoti qanday qoladi? Qoida tuzumi qanday qoladi? Deb bu odamni menga erinmay tafsil so'zladi. Endi bu odamning yotgan vaqtimi, atqa yotgan vaqt emas. 48-yil emas. 48-yil emas. Bu odamning yotgan vaqtim 90-yillik gap. Ammo bu odamdan so'sam, Lahor turmushi aşı Angliya hukmronlik vaqtida qurilgan, hozir o'xshash dedi menga. Demak, mushu turma hayotini men endi garchi o'z beshimdan o'tkazgan, o'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam-mi, men Pokistonda mush turmida yotgan, mush turmining dardini tatgan butun narsani bildigan odamni ziyorat qilishni inchik egallash orqali yozdim. Demisam mushu tafsilotlarni chin tasvirlangan. Men inchiklab o'qidim. Turma hayoti, turmidagi gunupaylar, mahbuslarning turmidagi xo'rlanish ahvollarini inchik tafsil yozilgan. Onun bir çıllık porqildirib turib turdim. Balki turmushni amaliy uyg'onishingiz, ko'zishingiz natijasida balki mushuna qurlar tutib chiqqan bo'lishi mumkin. Hamda Muhammad Po'lat aka, mushu romanni boyimi dedingiz, mushu badiiy muvaffaqiyati yaxshi bo'lgan, badiiy jihatdan qurollarga bo'lgan deb. Hamda mushu romanninki mushu badiiy muvaffaqiyatlarini bir konkretni ta'liq qilgan bo'lsangiz o'tga. Bu asarni o'qigan vaqtda birinchisi tematik mazmunning xosligi meni ta'sirlantirdi. Aqab turdiki, bu tematik mazmundagi xosligi qamirgan ijtimoiy mazmunni aytgan. Kang tarixiy reallikka murojaat qilgan. Shu doiraning o'zining maharatiga tayinib kichikgina badiiy sahnaga yig'ilgan. Yana birisi personajlar munosabatini o'ziga xos. Bu endi bevos shaxsning ro'y dunyosiga taqishida endi personajlar munosabatining o'zi mana shu qimmat axloq qarshisida qurilg'ashqa buni aytib hayotiylikka ega qiziqarlik ega bo'lgan. Yana birisi ziddiyatlarning xarakteri. Bu siyosiy to'qinish emas, yoki mansab talashish boshlanish emas. Bu bevosita axloqqa to'qinish ustiga qurilgan. Hayotiylik kuchli. Agar personaj mushundaq muhit ichida harakat qilinsa, buning turmushligi, hayotiyligi, kitobxonning ro'y dunyosini qo'zg'agan badiiy ta'sir kuchi texnik yuqori bo'ldi. Bu adab shu asarda shu ruh bor. Endi yana birisi badiiy til. Masalan, shu romanda o'qisak, personajlar tilining har birisi o'z xarakteriga munosib bo'lgan xoslik alohidalik ega. Endi yozuvchining tasvir tili, bayon tilimi o'zi xoslik ega. Ondan keyin buningda endi kitobxonni cho'nqur o'ylantiradigan badiiy falsafiy muhokimalar bor. Buni shu personaj xarakteri tabiiy kirgizib o'tgan. Bu narsaning o'zi badiiy muvaffaqiyat emas, bu yozuvchining ijodiy vaznidan tug'ilgan, badiiy mahoratdan tug'ilgan bu alohida xususiyat. Menimcha shu
Sarsarroq romanның бәдii muvaffaqiyatlarini men mushadan көңілі болды деп қараймын. Ондақта бай бәдиçilikni bir muvaffaqiyat dediniz, mana bir asar qo'yilgan. Ondaq mush asarninki bәдиçiligi bilan turmushchiligi masalasi qanday bir taraflangan? Turmushchiligi meningcha mushu yozuvchining tasvirlariga qaraganda turmushdan ko'chirilgan, aynan ko'chirilgan hech qanday narsa yo'q. Hammasi yozuvchining ijodiy tafakkuri orqali qaytib chiqib ishlangan. Endi tillik alayidligi nima desangiz, masalan, bunu endi siz o'qisangiz ko'z oldingizga dal shu hodisaning o'zi keladi. Bu endi shu tilning qudrati. Yana birisi personaj tilda shuning ro'y dunyosi qanday bo'lsa, bu yozuvchi dal shu tempidagi tilni bilgan. Shu o'zining personajining shu jonliq tilidan uning ro'y dunyosining ma'naviy qurilmasini qanday qilishini bilgan bo'ldi. Bu endi yani tildeki yazıcının maharetini aks ettirib beradigan ikki taraf. Til san'ati deganimiz bu qiziqchiligimiz bo'lmaydi. Bu ijodiy badiiydir. Personajni qayta to'ldiradigan til bo'lishi kerak. Menimcha bu romanda shunday til bor. Mushtaraklardan qarab buni endi bizning shu prozimizning shu yaqin yillardagi bir cho'ng muvaffaqiyati deb hisoblayman. Men bunday o'yladim qarang. Birisi siz degandek makon bilan zamon tabiiy birlik kelgan. Acı devrinin adımı da bu. Acı zaman hiç qanday sıldık olmaydı. Bu roy dünyasının şundak, vakanın varlık kelişi rivayını idaresi şundak. Birisi zaman makan nemesi personaj roy tabii sınıp ketken. Bu bir alaydı bir karakter. Endi meni bek ta'sirlantirgan yeri romanda ta'sirlangan har bir personaj faqat o'ziga o'xshaydi. Bu endi yozuvchining tafakkur, ijodiy tafakkur kuchi bilan badiiy maharatiga munosabatli ekan. Vatanning tarixi har bir shaxs, har bir shahar, har bir qishloq, har bir obidining tarixidan iborat. Dengiz bilan tutishib ketgan cheksiz ufqqa va bu otash zaminning yana bir chetidagi boshqa bir dunyoga nazar solmoqda. Demasimi? Aç bir ufuk şeklinde şunda bir ufuk var. Axat turdi ekan men bu Sarsaraf roman nashr qilinib bir yildan keyin bu romanni o'qib chiqqan. Ondan keyin men bu romanni o'qidim. Hamda har qatam o'qiganda romandagi Akbarning ro'y dunyosiga munosabatli bo'lgan bir tasvir meni to'liq so'yindirdi ham murakkab bir tuyg'u erkak taslaydi. Biz mush romanningki, mushu Akbarningki qalb dialektiga bir taqishadigan mushu qurlarni bir o'qib shu vaqtda bir muloyiza qilib boqaylik. Akbar ko'zlarini xiyol bilan yerim yumib, dengiz bilan tutishib ketgan cheksiz ufqqa va bu otash zaminning yana bir chetidagi boshqa bir dunyoga nazar solmoqda edi. U yiroqdagi sovuq tutashgan yoysimon ufqdan, dengizning shovqinli bujg'ilaridan go'yo yurtining yeshilliqqa purkangan bog'u eramlarini, ona tilida so'zlashayotgan o'z kishilarining yaqinlik paranglarini, qaynoq bozorlardagi tantanlik sadolarni anglagandek, ko'rgandek bo'ldi. Qudratli Xudo, shu turqida bir karomat qilsang, dengizdagi bir beliq xuddi cho'chaklardagidek meni dumbisiga mindirib, shu yiroqdagi seg'ingan, tashna bo'lgan yurtimga, qarindoshlarimni qishib ipasa, xushallikdan yuraklarim yerilib ketami. Anda bo'lganda axir turdi ekan, shu qurlarni albatta kerak o'zining to'lib o'sgan yurt makoniga bo'lgan o'tliq bir seg'inish. Hech nima tanglashtirib bo'lmaydigan o'tliq bir muhabbat. Mush personajningki peslik tasvir sifatida berilibdi. Endi sizningki mushu qurlarni yozayotgandagi kayfiyatingizni bir bilib boqim bor. Akbarningki Qizil dengizga bir arab og'inisi bor, ismi Harisqo deydi. Haris. Haris bilan birga Qizil dengizning bo'yiga cho'milishga chiqib, Haris dengizda yuzib o'ynaydi. O ishga kirib ketadi, bu ishga bak kiramiz, dengizning bo'yiroq suzib o'ynab, keyin shu endi dengizni qaragandan demasimi, bir ufuk shaklida shunda bir ufuk bor. Şunun bitir ufukda ko'rinib. Shuna qarab o'tirib, shu o'ziga ya'ni shu o'zining shu vatanga bo'lgan, yurtga bo'lgan muhabbat intilishi paydo bo'ladi. Hani mushqurlarni yozgan vaqtimda meni o'zimning hissiyotim kirib ketdi deyishga bo'ladi. Nemishqa desa, men shu chaqda birinchidim Turkiyada bir oy turdim. Endi shu bir oy menga nihoyat uzun bilinib ketdi. Uzun bilinib ketdi. Shu bir oy ichida qachon ketaman? Bir tezroq ketsam bo'ladi. Ya'ni shu yurt eslikan nima ko'rmasan?
aşağıda bir yana şu oynab kirib yaydiğanға yetmeydi ekan degan bir xil hissiyat shu vaqtda bir ayni nəhayət təs to'sqazdi mana shu. Kim shu balkim shu Qur'onni yozayotganda o'zimning shu hissiyatini kirib ketgan bo'lishi mumkin aşağıda. Vatanperverlik inson qalbidagi bir xil muqaddas tuyg'u, vijdoniy tuyg'u. Ammo har bir yozuvchining shu temini aks ettirishdagi formasi, uslubi ma'ruf o'xshamaydi. Ayndaq badiiy rangdorlik egilgan personajlar munosabat orqali aks ettirilgan. Ondaqda Mehmet Polat aka shu vatanperverlikdan iborat bu tema endi o'lmas tema. Bunda klassik shoirlarimiz, klassik adablarimiz buni temani aks ettirgan. Siz baydigandek bugungi zamon Uyg'ur adabiyotidan bu tema yo'rtilib kelgan endi. Gerçi bu tema koni tema bo'lsa-mu, ammo har bir yozuvchining shu temani aks ettirishdagi formasi, uslubi ma'ruf o'xshamaydi endi. Shunday bo'lganda siz Ahadtur Apandani shu vatanperverlikdan iborat shu temani muvaffaqiyatli yo'rtib berdi deb qaramsiz. Men shunday qarayman. Nima uchun? Birinchisi endi bizning adabiyotimizda tematik mazmunning kengligidan, cho'nqurligidan olganda hozirgacha maxsus vatanperverlik temasida o'tmishdagi muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimizning murakkab hayot to'g'risida bunday yirik asar texbarlik keldi. Ikkinchisi Ahadturda shu temani badiiy yo'lda yo'ritib berishda uyizida bor badiiy mahoratni, talant iqtidorning hammasini shu asarga singdirilgan. Uchinchisi bu shu tematik mazmunni odamni hayron qoldiradigan hayotiyligi kuchli. Turmush xossiga ega, o'zi xos fikr, hissiyot, tuyg'u, hayot yo'liga ega bir to'p personajlar murakkab. Odamni tabiiy qiziqtiradigan ayndaq badiiy rangdorlik egilgan personajlar munosabat orqali aks ettirilgan. Men shu taraflardan qarab, tasarrufni bizning adabiyotimiz barliq kelgan vatanperverlik temasiz yig'ishtirgan asarlar ichida o'zi xos egilgan bir badiiy roman deb qarayman. Ahadturdagi endi shu romaningizni o'qigan odam shu personajlarningki taqdiriga, ularning shu turmushdagi realniy asosiga ko'proq diqqat qiladi ekan endi. Endi shu asringizda yaratilgan shu xilma-xil personajlarningki ichida qaysilarining real turmushda prototipi bor? Men bir savdogar yo tijoratchining ayisi oldim. Shunda bo'lg'achqa men shu oilamda yo'liqqan va oilam bilan munosabat qilgan nurg'un savdo tijoratchilar odamlarning ishidan albatta birisining quliq birisining buni birisining bishir degandek otxonda bo'ldi. Hamda ma Yelimsha masalasi kelsak, Yelimsha mushundaq mushxildiki, mushi toyibidiki bir turkum odamlarning orasidan chiqqan bir vakillik xarakterli obraz deb qarang. Bu romanda endi yana yezilmay qapti deydigan bir buz qag'ayali bormi Ahadturdagi bu romaningizda? Hozirgacha menga birisi yoki palaniya chalib qapti, yo pistaniya uzun bo'lib qapti, pistaniya qisqa bo'lib qapti degan gap hozirgacha anglamadim. O'zimmi hozirgacha endi ma'lum mushayda qapqapti degan narsani his qilmadim. Rahmat, ikkinlarni aytdi. Yaxshi muvaffaqiyatli suhbatlashdi. Kimki o'z vataniga mansub bo'lmasa, u insoniyatga mansub bo'lmaydi. İnsan uchun vatansizlikning dardidan ortiq judolik bo'lmasi kerak. Vatandan ortiq baxt bo'lmasi kerak. Har kim o'z yurtida, o'z vatanida cho'nqur iltiz totalaydi. Chunki cho'nlami degan toshmi tushgan yerda eziz deb. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishayda oxirlashdi. Kelarki programmamizda sizlarga yana yangi suhbatlarni sunamiz. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.